Aka, siz Xitoydan telefon chexol, mishka, holder, telefon zaryadchi bo'lanimi yoki naushnik deysizmi? Hammasini olib kelib bera olamiz. Xitoydan O'zbekistonga logistika xizmatimiz bor. 18 kundan 25 kun ichida sizni qo'lingizga yetib keladi, xudo xolasa. Endi nech puldan sizga olib kelib berishimizni, rastamoshka xarajati, yo'l kira xarajati, dokumentatsiyasini hammasini общий bo'lib, nech pulga olib kelib berishimizni aytib beraman. Telefon chexol $340, zaryadka golovkasi $450, USB sim $350, naushnik katta, ya'ni quloqchinlar $300 dan, AirPods $450 dan, mishkani $430, holderi $220 dan olib kelib bera olamiz aka. Agar siz ham Xitoydan tovaringizni 18-25 kun ichida olib keltirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, biz sizga rastamoshkasi, yo'l kira xarajati, dokumentatsiyasini hammasini pat qiluch o'zimiz qilib bera olamiz. Ekrandagi nomerlarga telefon qilsangiz, aynan Best Logisticsga tushasiz. Ular sizga bemalol hamma narsani podrobniy tushuntirib berishadi. Ularga bog'lanmoqchi bo'lsangiz, pastdagi tugmani bosib, nomeringizni qoldirsangiz, biz sizga to'liq ma'lumotlarni yetkazib beramiz.